akalar, hafta kuniga payshanba 27-avgust. Bugungi narx-navolarni chiqarishni boshlaymiz. Ko'rayotganlar aka YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bugun narxlarni chiqarishni boshlaymiz. Birinchi ketin. Aka necha puldan debsiz? 4,5 milliondan ekan. Qo'chqormi? Qo'chqor ekan. Kasurg'ochi ekan. Kattalarichi? 13 millionga 10 million. 13 millionga 10 million ekan. Akalar mana zotga, shu suv ishga, to'y marakaga ko'rsatish mumkin. 13 millionga 10 million so'raydi. Mana bitta savdo jarayoni bo'lyapti. Qaysi biri savdo bo'lyapti ekan? Qancha bo'lyapti? 61 ga savdosi bo'lyapti. Qo'chqor. 6 million 100 ming so'mga. Necha puldan debsiz qo'chqorlarda aka? Ha? 6 milliondan ekan qo'chqorlar akalar mana. 6 milliondan. 6 milliondan ekan qo'chqorlarimiz. Bu qo'chqorlar qancha debsiz aka? 10 milliondan so'ralyapti ekan. 10 milliondan. Bozor necha puldan qildi? Bozor qilyapti. Mana qo'chqorlar. Boqma, tayyor, katta-katta. Necha puldan deb so'rayapsiz aka? 7 milliondan kami bor ekan, akalar mana. Bozor qanchadan qilyapti? O'ziga qarab. Nomeringizni aytasizmi aka? Aytavering. O'ttizlik? Aha. 33lik. Aha. 484. 484 0909. 0909. Akalar bemalol aloqaga chiqinglar. Bemalol. Yana 200 ta bor ekan. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib oladigan joyi. Necha pul debsiz qo'chqorda aka? 10 million kam bor ekan mana qo'chqorimiz. 10 million so'm. Qo'zlar qanchadan ekan? 4 milliondan kam bor ekan. Qanchadan savdosi bo'lyapti? Aytishmadi. Qancha ekan bu qo'zlar? Yana 4,5 milliondan ekan. Savdo qilishdimi? Qanchadan qilyapti? 4 million alkasroq. Semiz. Sarkami, echkimi hozir ko'ramiz. Sarkami, echkimi aka? Sarka ekan. Semiz. Necha puldan deyapsiz? 4dan so'rayapsiz. 4 milliondan kam bor ekan. Bozorda real narxlar chiqaryapmiz, harakat. Qanchadan ekan bular? 4,5 milliondan kam bor. Qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Nomer aytamizmi aka? 94lik 94lik 933 933 2892. 2892. Telefon qilaveringlar akalar, mana ko'p ekan. Davom bor ekan. Davomi bor deyishyapti. Akalar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar uchun harakatdamiz. Xudo xolasa qo'y qatoriga keldik. Qo'ylar qanchadan ekan? Shu qo'ylar. Qancha so'rayapsiz? O'ziga. Necha puldan necha pulgacha? Kattalar 9 dan so'rayapsiz. Kattalar 9 milliondan. Nima, bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Ha. Yoshmi? Qanchadan qilyapti bozor? Tug'magani ham bor. Bozor necha puldan qilyapti? 7,5 dan qilyapsiz. 7,5 tanlamaga qilyapti ekan. Qanchadan ekan bu qo'ylar? Ulgurmaydi, eshikdan kirganda ko'rsa, 6,5 ming keladi.
Echkilar qancha ekan? 2 million 2,5 million. 2 million, 2,5 million ekan. O'ziga qarab. Mana bozor. Mana ko'rishlaring mumkin, to'la bozor. Hozir aylanib Qo'chqor qatoriga o'tamiz. Savdosi bo'lyapti. Ko'rinchi. Qanchadan ekan bular? O'ziga qarab, Nech puldan nech pulgacha o'ziga qarab? 3,5 dan pastga qarab, sarkalari bor 3,5. 3,5 dan pastga qarab. Xullas 1 milliondan 3,5 gacha desak ham bo'ladi, o'xshaydi. 1 milliondan 3 milliongacha. Kichkina uloqlar ham bor ekanda. Bu qancha debsan? 4,5 million. Qancha qildi bozor? 3,5? 3,5 million qildi mana qo'zib qo'yamiz. Qancha ekan bular? Qo'chqormi, to'qlimi? Qanchadan debsiz? 4,5 milliondan ekan mana qo'chqorlarimiz. Bozor qanchadan qilyapti? 4 dan qilyapti ekan akalar, mana 4 dan. 4 milliondan qilyapti ekan qo'chqorlarimiz. Qancha ekan aka qo'ylar? Ona bolaga 6, unga 5. 3,5 dan. Bozor qancha qildi? 6,5. Bunichi. Katta. Sarkami bular? Sarka hammasidan. Nech puldan? To'rda so'rayapmiz. 4 milliondan so'rayapti kattaligi. To'y marosimga bemalol aloqalashlari mumkin. Nomeringizni aytasizmi? Ayting. 95lik. 95lik. 102 102 65 65. Telefon qilinglar. Juda katta ekan. Ko'rishlari mumkin. Uloqchalar mana. Uloqchalar nech pul ekan? 5 ta so'm. 5 ta 10 million ekan. 2 milliondan. Bitta echkidan qolgani bari sarka. Qolgan bitta echki, qolgan sarka ekan. Erta kelib ketaman degan. Kamayib qolsa qayda ket, uyda chaq. Bir gapiring men bo'ldim. Bular qanchadan ekan? Qanchadan? 20 tasi? Nech pul bo'lyapti? 32 million bo'lyapti ekan 20 tasi akalar. 20 tasi 30 millionga beringlar. Mana qo'ylar. Mana shularni so'raychi. Nech puldan ekan bular? 6 million. 6 milliondan qo'ylar akalar mana. Narx qancha qilishdi bozor? 5 million 200 ming so'mdan. Yoshi qanaqa? Tuqqan oldi 3 tuqqan qo'ydi. Ikkita 3 kurak. Bular nech puldan ekan aka? 6 milliondan so'rayapsiz a? Qanchadan qilyapti bozor? Bozor hali qilmabdi. Ko'rib qo'ylarni bozordagi narxlari chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Bu qo'ylar qancha ekan aka? 7,5 dan. Bozor nech pul qilyapti? 6 million 800 dan tutdi. Bo'g'ozmi aka ular? Bo'g'oz katta qo'ylar ekan. Boqma qo'chqorlar. Nech puldan ekan bular? 5 milliondan so'rayapti. Zo'r so'rayaptilar. Bozorda insof bilan. Qanchadan qilyapti bozorda? 4,5 dan qilyapti. Arziydi. Boqma katta ekan. Hozir ko'rgan bo'lsalaring aytib 4 million aytganlar. Buni yarmi keladi-da. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar, YouTube kanalimizga kirib turganlar. Katta qo'ylar qanchadan ekan aka? 9 dan. Hammasi bo'g'oz. Bozor qancha qilyapti? Hech kim savdo. To'qqiz yarimdan katta qo'ylar.
Nech puldan qilishdi aka? o'zini 8 bermay, mana bozorga olib kelolmayman. Sariq qo'ylar akalar mana. Bular qanchadan ekan? 9 million kam bor. Shu sheriklar o'xshaydi. Bizga tushadigan. Qanchadan qilishyapti? Donaga. Buni uchtasini 25 million, uchtasini 8 milliondan qilishadi. Uchtasini 8 million, uchtasini 25 million. Bugun yaxshi qo'ylar ham ko'p chiqibdi mana. Qo'chqorlar ham. Qancha ekan bu qo'ylar? 8 milliondan ekan, akalar mana 8 million. Katta qo'ylar. Qancha ekan aka bular? 7 milliondan kam bor ekan. Qancha qildi bozor? 5 tasini. 6 milliondan qilyapti ekan. Sekin Qo'chqor qatoriga o'tib ketamiz. Shu bilan videoni tugatishga harakat qilamiz. Olyapsizmi aka bugun? Qanchadan qildingiz? 11dan. 11dan. 190mi? 190mi? Nima deysan? Mana katta qo'ylar. Narxlarini ko'ramiz. Aylangan rashtaga unda bir Qanchadan ekan bu katta qo'ylar? qo'ylar 10dan kam. 10dan. Nech puldan qilishdi bozor? 6,5dan. 6,5dan. 7 tasini 6,5dan. Baraka topsin. Oyga olib sotgan odam. Kattaligini qaranglar qo'ydi. 6,5 milliondan savdo qilyapti. Chorva baraka. Akalar, obuna bo'lib qo'yinglar YouTube kanalimizga. To'liq video chiqaryapmiz. Bozorda real narxlar hammasi. Videoning davomi chiqadi. Ikkinchi qismida hamma chorvani olamiz. Mana to'liq qilib. Hozir bitta Qo'chqor qatorida bir qator olib o'tib ketaman. Tanishtirib, Qo'chqor narxlarini ham. Mayda qo'zi so'rayotganlar ham bo'layotganda. Mana savdosi bo'lyapti. Qancha ekan mayda qo'zlar? Qancha savdosi bo'lyapti? 2,5dan kami bor. Qancha? 2,5. 2,5 million. Qanchadan qilyapsiz aka? 5 tasini 7 million. 5 tasini 7 million mana akalar. 5 tasini. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun harakat qilamiz. To'liq bozordagi real narxlarni chiqaryapmiz. Qo'chqorlar qanchadan ekan? 5dan ekan. Qo'chqorlar 11dan 10 million ekan. Qo'zi qo'chqorlar qanchadan ekan? 5dan kam. 5dan kam bor ekan mana. Bu qo'chqorlar qanchadan ekan aka? Ayting, qanchadan qanchagacha? 7,5 10 milliongacha ekan. Akalar mana 7,5 10 milliongacha. Aka qo'chqorlar nech puldan? 9 milliondan ekan. Qancha qilyapti bozor? Har xil 7, 6,5. 7, 6,5 har xil ekan. Nima ko'rishlaringiz? Hammasi bor. Qo'chqorchalar qancha ekan aka? 7 million ekan. Akalar, shu yerda syomkani to'xtatamiz. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aka kelaverasizlar, Angren mol bozori hafta kuniga payshanba 27-avgust. Mana real bozor. Ikkinchi qismda chorvani otlarni chiqarishga harakat qilamiz. To'liq video YouTube kanalda.